Qish mavsumida chinakam dam olishingiz uchun 5-yanvardan boshlab oila 26 aksiyasiga start beramiz. 5 yulduzli Hilton Samarkand Regency va Silk Road by Million mehmonxonalarning 2 kishilik standart xonasida tunash, shu bilan birgalikda boy nonushta, basseyn, hammom, sauna, sport zaldan foydalanish atiga 1.200.000 so'mni tashkil etadi va qo'shimcha sifatida restoran hamda sog'lomlashtirish markaziga 25% chegirma ham taqdim etiladi. Agarda siz 2 va undan ortiq kun turmoqchi bo'lsangiz, narxlar 1 million so'm qilib belgilanadi va hattoki 18 yoshdan kattalar sog'lomlashtirish markaziga bir martalik voucher qabul qilib oladi. Muhimi, siz o'zingiz bilan 3 va 6 yoshgacha bo'lgan bir nafardan farzandingizni olib kelishingiz mumkin. Bular uchun yashash hamda nonushta mutlaqo bepul, faqatgina qo'shimcha katta karavot evaziga to'lov talab etiladi. Bu safargi aksiyada lyuks xonalar ham mavjud. Bu haqidagi batafsil ma'lumotni bundan keyingi videolarda bilib olishingiz mumkin. Xona band qilish esa bugun 6-dekabrdan boshlanadi. Bu uchun izohda yozib qoldirilgan telefon raqamlariga murojaat qilib yoki silkroadsamarkand.com sayti orqali oila 1 promokodini terib, bir kun uchun oila 2 promokodini terib, 2 va undan yuqori kunlar uchun xona band qilishingiz mumkin. Shoshiling, xonangizni hozirdan band qiling.